Xo'p do'stlar, kichkina moyaklari. Moyaklar kichkina bo'lib qolishiga sabab yoshligidagi kriptarxizm ikki tomonlama. Ushbu bemorda hozir mikroteziya amaliyotini o'tkazdik. Bemorda juda ham yaxshi, sifatli morfologiyasi yaxshi urug'lar chiqdi. Bolani ota-onasi befarq bo'lgan, bemor 30 yoshda Qirg'iziston Respublikasidan kelgan. Qirg'izistondan kelgan bemorimiz mana endi Eko XC orqali farzandli bo'la oladi. Xo'p, ota-onalarga doim murojaat qilaman. Ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bolalaringizni, farzandingizni moyaklari kichkina bo'lsa, yorug' xaltasida bo'lmasa, bir marta bo'lsa ham bola urologiga olib boring. Chunki uni kelajakda bepushtlik kutayotgan bo'lishi mumkin. Aytmoqchimanki, hozirda mana bu yerda ham mana juda ham zo'r yaxshi spermatozoid chiqdi. Ushbu bemorimiz endi Eko XC orqali farzandli bo'ladi. Agarda siz yaqinlaringizda o'g'il farzand katta qilayotgan do'stlaringiz bo'lsa, ushbu videoni ulashib qo'ying, albatta manfaatli bo'ladi. Vaqtni yo'qotmasdan darhol bolalar urologiga murojaat qiling. Yoshingiz katta bo'ldi, moyaklar joyida emas, unda albatta andrologga murojaat qiling. Sizni bepushtlik kutayotgan bo'lishi mumkin. Videoni yaqinlarga ulashib qo'ying.